shunga yopishib olding deysizlar. Mana men gapirmayapman 3 kundan beri. Yana menga namyoq qilib UPK RF tam 241-statya organizatsiya bir narsa deb qo'yyapti. Ataylab menga namyoq qilib. Ko'rdinglarmi? Bu xitriy, очень xitriy odam. Sizlar aytyapsizlar, yopishib olding. Mana meni ishim yo'q. Ataylab qo'yyapti. Ataylab podpishik to'plash uchun gizgizlayapti meni, ko'ryapsizlarmi? Yana meni yopishib olding deysizlar. Konchinnay odam bu, xitriy. Ikkita maktab o'quvchilari maktabni tugatayotgan 11-sinf o'quvchilaridan ikkitasidan savol berishibdi. Sen maktabni tugatib nima qilasan? Desa, kollejda o'qiyman. Kollejni tugatib universitetga kiraman, universitet tugatib uylanaman, uylanib xotinimga brilliantlar, Ferrarilar, shikarniy domlar hamma yo'qqa beraman xotinimga, milliarder bo'laman desa, понятно. Ikkinchisidan sen kim bo'lasan desa, oldin lotchik bo'lmoqchi edim, endi o'rtog'im xotini bo'lmoqchiman debdi. Meni bir bechora videoyimga bechora dugonam jalba tashatib blok qildirdi. Boże moy, kuching shu Instagramimga yetyaptimi ya. Normatvalarda janjaliga bechora qiz o'roqda yo'q ketmadi, zinura qiz aralashib ketibdi. Boże moy. Bu balota, mana chuqurlik, Normatva bilan u bolani urush janjal chuqurligi hammanimdek so'rib tortyapti. To'xtatish payti kelmadimikan odamlar? 1 oy bo'ladi janjal, 2 oy, 5 oy mas'ul bo'ldi. 9 oyda bola tug'iladi. Cho'zavermanglar, hammani bo'qqa chiqarib tashlayapsizlar. Bo'ldi. Endi sizlar bilan bo'lishmasam bo'lmaydi. Ichaklarim og'rib, kulib o'lib qolibman. Bitta xotin yozgan. 50 ming yordam berib turing lecheniyamga deb ikkinchi сообщениясida желчный puzurim bilan selezionkamni kesib tashlashdi. У меня начались осложнения. Помогите, пожалуйста, deb yozgan. Uchinchisida voy tavba qildim. У меня инфаркт dedi. Infarkt qopti. Voy odamlar. Haligi сообщениyaga o'xshab. Kiyim kechakka yordam berib yerga tegapman deb 1 oydan keyin erim o'lib qoldi. Ay господи, не могу. Odamlar aldab nimalar deb yozmaydi, Boże. Господи, o'qinglar. И самое интересное, hammasi 1 oyda ichida происходит. Все это 1 oyda ichida. Birinchi kuni yozganmi, dekabrda boshida yozgan, 4-da yozgan, bugun yozyapti. 1 oyda 3 ta больницani aylanib chiqibdi bu xotin. Selezionkasini kestiribdi. Желчный puzirni oxirida infarkt bo'lib qolibdi, pizdец. 撅了，那边进入个断河里了，淹死个熊了。哎呦！ Tushunmadim. Men o'ylabman, bu chiqqani qutqarmoqchi deb o'ylabman, yuragi to'xtab qopti deb o'ylabman. Bu akasi chopir-chupir qilib yotibdi cho'chiqani. Ужас! Господи, Боже мой. Endi mayli xotinlarni tushunsa bo'ladi. Lekin tilamchi erkaklardan to'ydim bilak. Uyalmaysizlarmi? Transvestitdan pul so'ragani, hayron qolaman. Bet bilan ko't bir xil bo'lib ketganmi, nima bilan kirtashaq akalar? Ishlaylar, hamma ishlab pul topyapti. Uyalmaysizlarmi? Qaydiga yo'q transvestitdan pul so'ragani? Meni ham orzularim bor o'zimga yarasha. O'zimga yarasha ishlab pul topyapman, harakat qilyapman. Sizlar ham kirtashaqni ko'tarimde turib, ana oldi sariq orqasi korishniy tursugiga almashtirib, xudo deb tetilab chiqib ishlaylar. Nomeringizni berib yuboring. Gapimiz bor edi, yordam berib olmaysizmi? Unaqa qilib olmaysizmi? $1000 berib tura olmaysizmi qarzga? Uyalmaysizlarmi? Men xoramman-ku. Xoromdan topasan, xoram, seni puling xoram, kimga kerak deyishni bilasizlar. Lechkaga o'tib olib tilamchilik qilasizlar. Xotinlarda endi tushunsa bo'ladi. $100 ko'rib qolsa $200 so'raydi. Sizlarga nima bor erkak akalar?